Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va bizda bugun 15-mavzu VIP klientlar mavzusi. VIP klientlar nima degani? Ya'ni bizda mijozlar 3 ta toifaga bo'linadi. Arzonchi mijozlar, o'rta tabaqadagi mijozlar va yuqori tabaqadagi mijozlar, ular luxury mijozlar deyiladi. Ya'ni bular nima degani? Arzon mijozlar bular faqat narxga qaraydi va ular uchun arzon bo'lgan narsani ular sotib olishi mumkin, lekin o'ziga ruxsat bermagan qimmatbaho narsani ola olmagan insonlar faqat mana shu arzonchi sifatsiz narsaga qarab qolishi mumkin. O'rta tabaqadagi mijozlar bular biz uchun ular uchun nafaqat narxi, balkim sifati ham juda ham muhim. Ular ham narxga qaraydi, ham sifatga talab beradigan darajadagi mahsulotga e'tibor berishadi. Va VIP mijozlar bular faqat qimmatbaho va sifati yuqori darajadagi bo'lgan mahsulotlarni sotib oladigan insonlar va ular nafaqat narxga e'tibor beradi, balki ular sizni kelajakdagi brendingizni elchisi hisoblanishadi. Shuning uchun biz e'tibor berishimiz kerak, qaysi tabaqadagi insonlarga men sota olaman, ya'ni sizning mahsulotingiz nimaga javob beradi, sizning mahsulotingiz sifat darajasi qanaqa. Ya'ni siz o'ylashingiz mumkin hozir ko'p insonlar qimmat narsani sotib ola olmaydi deb, lekin aslida esa shu narsani bilib oling o'zingiz uchun. Mana shu mahsulotni sotib oladigan insonlar, ya'ni siz agarda o'zingizga o'sha qimmatbaho narsani sotishga ruxsat bersangiz, sizni auditoriyangiz bu mahsulotga topiladi. Chunki insonlar sizni energiyangizga keladi. Ba'zi insonlar narxga qaramaydi, shunchaki mahsulotingiz, tovaringiz zo'r bo'lsa, haqiqatan sifatga, talabga javob beradigan mahsulot bo'lsa, ular albatta bu narsani sotib ola oladi. Eng muhimi, siz o'sha mahsulotni avvalambor o'zingizga savol berishingiz. Mana shu mahsulotni men o'zim sotib olgan bo'larmidim yoki yo'qmi? VIP klientlar ular shunaqa toifadagi insonlar. Ular qachon sizga keladi? Qachonki siz o'zingizga ruxsat bersangiz, ya'ni birinchi bo'lib nazarni o'zingizga solib ko'rsangiz, mana shu mahsulotni o'zimga sotib olgan bo'larmidim? Misol uchun, o'rta tabaqadagi insonlar 500 ming, 600 minglik kiyim o'ziga ravo ko'rsa, luxury tabaqadagi insonlar ular 5 million, 4 millionlik mahsulotni o'ziga ravo ko'ra oladi. Shunda agarda siz ham o'zingizga ruxsat bera olsangiz, shunda sizni energiyangizga, sizni mana shu o'zingizga ruxsat berganingiz uchun ham shunaqa insonlar toifasi hayotingizga kirib keladi. Точно siz ham buni amalga oshira olasiz. Ya'ni siz xohlasangiz shunaqa qimmatbaho narsalarni sotishga va sotib olishga, shunda sizni auditoriyangiz shunaqa VIP klientlar, ya'ni qimmatbaho narsalarni sotib oladigan insonlar bemalol kirib kela oladi. VIP mijozlar bu kimlar? VIP mijozlar bular juda ham yuqori darajadagi ishonchni va ehtiromni talab qiladigan insonlar, ya'ni bular juda ham muhim insonlar. Ularni very important person deyiladi, ya'ni juda ham muhim insonlar degani va ular uchun vaqt tejalishida mulohaza qilinishi, ishonch darajasi juda ham yuqori bo'lishi kerak. Qanchalik siz mana shu mijozlarga qulaylik yaratib bersangiz, vaqtni tezlashtirib bersangiz, 24 ga 7 aloqada bo'lsangiz, tezkor javob beradigan bo'lsangiz, mana shunday mijozlarni siz hamisha ushlab qolish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Nima uchun VIP klientlar, ya'ni VIP mijozlar biz uchun muhim? Sababi ular sizni brendingizni yuzi hisoblanadi. Chunki ular qancha sizdan ko'p mahsulot sotib olsa, shuncha sizni brendingizni
nimasi oshib boraveradi, talabi ham oshib boraveradi. Ikkinchidan, ular har bir xarid qilganni ortidan siz va sizning daromadingiz oshib boradi. Ya'ni ular har bitta sotib olgan narsadan sizni bu yoqda kelayotgan daromadingiz ko'payib kelishi mumkin. Ular orqali sizda yana ham yangi mijozlaringiz ko'payib boraveradi. Sababi ular sizdan sotib olgandan keyin aniq biladi tovaringizni sifati yaxshi ekanligini va albatta o'zini do'stlari, tanishlari va atrofdagilarga tavsiya qilib sizni rekomendatsiya qilib berish orqali sizni mijozlaringiz yana ham ko'payib boradi. Demak, VIP mijozlarning ehtiyoji nimada? Ular uchun tezkorlik va qulaylik juda ham muhim hisoblanadi. Qancha tez ularning ehtiyojini amalga oshirib bersangiz, shuncha sizni mijozlaringiz ko'payib boradi. Keyin ularni qanchalik qadr qimmatliligini ular his qilsa, ya'ni o'zini o'sha muhimligini, ularni ehtiyojini eshitishingizni, qadrlashingizni ular his qilgandan keyin ular sizda qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Undan tashqari sifatli mahsulot yoki xizmatingiz qanchalik o'sha aytib o'tganimdek mahsulotingiz sifatli bo'lsa va xizmatingiz ularga yoqsa, ularni talabiga javob bersa, shunchalik ularning ehtiyojini qondirgan hisoblanasiz. Demak, VIP mijozlarimiz ko'proq nimaga ahamiyat berishadi? Ular hamisha qaror qabul qilganda hissiy omilga e'tibor berishadi. Chunki ular uchun mahsulot menga yoqdimi degan savol juda ham muhim. Ular shunchaki mana sotib oldim, bo'ldi, u mahsulot nimadirga xizmat qiladi yoki yo'q emas. Albatta o'sha narsani kiyib ko'rganda yoki olganda ularga u mahsulot yoki o'sha sizni xizmatingiz juda ham yoqish darajasi muhim bo'lishi kerak. Har bir mayda detallar ular uchun juda ham muhim. Ular har bir narsaga e'tibor beradi. Shuning uchun bu yerda siz ham o'sha mijozingizga juda ham e'tiborli bo'lishingiz muhim. Uni ehtiyojlarini, uni qiziqishlarini e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi. VIP mijozlar bilan muloqot qilishning qoidalari nimalardan iborat? Ya'ni bu yerda eng muhimi mijozingiz bilan hurmat bilan gaplashish. Qanchalik siz hurmat va ehtirom ko'rsatsangiz, shunchalik mijoz sizga talpinib kelaveradi. Keyingisi bu boya aytib o'tganimdek, uni vaqtini tejashingiz. Qanchalik tezkor bo'lsangiz, shuncha mijoz sizda yana ham qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Undan tashqari ehtiyojini siz oldindan his qila olishingiz, ya'ni sizni ham his-tuyg'ularingiz bu yerda juda ham katta e'tiborga, ahamiyatga ega. Sababi siz qanchalik o'sha mijozingizni his qilsangiz, u ham shunchalik o'sha maydondagi sizni his-tuyg'ularingizni his qilib, sizga tortilib kelaveradi. Keyingi qoida bu hech qachon mijoz bilan bahslashmaslik. Klient всегда прав deyiladi, ya'ni mijoz nima degan taqdirda ham, qanaqadir e'tiroz bildirsa ham, avvalambor uni eshitib va unga mana shu fikrda qolishiga ruxsat berishingiz. Chunki siz agarda bahslashadigan bo'lsangiz, siz уже klientga qanaqadir yo'q degan rad javobini berayotgan bo'lasiz. Shuning uchun avvalambor uni e'tirozini eshitib, shunga qarab keyin muomala qilishingiz juda ham muhim. Va albatta yozishma va suhbatda o'zingizni shaxsiy yondashuvingiz bo'lishi muhim. Mijozlar bilan ko'proq kontakt bo'lishi juda ham muhim. Ya'ni yozishmadan ko'ra, mana siz peripiska qilayotgan paytingiz siz mijozni unchalik his qila olmaysiz. Bu yerda peripiskadan yaxshiroq varianti bu audio yozuv bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam video. Agarda siz onlayn formatda bo'ladigan bo'lsangiz, video chat qilib gaplashishingiz mumkin. Lekin eng samarali ish beradigan usul bu har doim vizualni ko'rish kontakti, ya'ni ko'rishib jonli
muloqot qilishingiz. Va agarda siz offline sotuv qiladigan bo'lsangiz yoki xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, eng samaralisi bu ko'rishib sotuv qilishingiz yoki o'sha xizmatingizni ko'rsatishingiz hisoblanadi. Demak, xizmat darajasini oshirish usullarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda siz mijozga qanchalik jonli yordam ko'rsatishingiz, ya'ni 24 ga 7 aloqada bo'lib turishingiz juda ham muhim. Keyin juda ham yana bitta kerakli tomoni bu premium taassurot ko'rsatishingiz. Bu yerda vizualni qanchalik mijozga siz o'sha sizni brend mahsulotingiz eng zo'r ekanligini, eng sifatli ekanligini yetkazib bera olishingiz, unga qiymat berishingiz qanchalik mahsulotingiz yaxshi ekanligini, sifatga, talabga javob bera olishini ko'rsatib berishingiz juda ham muhim. Undan tashqari individual takliflar. Siz aynan o'sha mijozga shu mijozga qanaqa taklif bera olasiz? Shu narsaga e'tibor bersangiz, mijozni ushlab qolish ehtimolingiz juda ham yuqori bo'ladi. Va undan tashqari siz mijozga qanaqadir syurprizlar, takliflar, aksiyalar, qanaqadir sovg'alar taklif qilsangiz, shunda ham siz xizmat darajasini oshirib berayotgan bo'lasiz o'z mijozingizga. Demak, mijozlar bilan muloqotda eng katta qilinadigan xatolar bu ularga umumiy mijozdek munosabatda bo'lish. Ya'ni hamma mijozlarga qanaqa bir xil munosabatda bo'lsangiz va ularga ham agarda mana shu VIP mijozlarga ham shu munosabatda bo'lsangiz, bu eng katta xato hisoblanadi. Ularga обязательно siz individual yondashuvda bo'lishingiz kerak. Keyin qanaqadir tushuntirishlarsiz kechiktirishingiz, mahsulotingizni vaqtida yetkazib bermasligingiz yoki xizmatingizni vaqtida ko'rsatmasligingiz, vaqtida javob bermasligingiz, uzoq muddatga cho'zilib ketishi bu eng katta xato hisoblanadi. Undan tashqari qo'pol muomalada bo'lish yoki shoshma-shosharlik bilan qanaqadir javob berishingizda ularga e'tibori alohida bir qanaqadir yondashuvda qilishingiz kerak bo'ladi. Bir marta muomala qilganingizdan keyin yo'qolib qolsangiz, ya'ni qayta javob bermasdan yoki qayta aloqaga chiqmasdan ularni shundoq qoldirib qo'ysangiz, masalan, mijoz "Yo'q, mayli, menga to'g'ri kelmadi" degandan keyin siz "Bo'ldi, sotolmas ekan" deb uni o'rniga qaror qabul qilib qo'yishingiz bu juda katta xato. Ya'ni siz har doim mijoz bilan aloqada bo'lganingizda savol bilan tugatishingiz kerak bo'ladi. Qachonki siz savol bilan tugatsangiz, albatta mijoz sizga javob berib qayta aloqaga chiqadi. Lekin siz shunchaki uni javobini olganingizdan keyin u uchun qaror qilib qo'ysangiz, siz уже mijozni yo'qotdingiz degani. VIP mijozlar bilan muloqot qurishi yana bitta eng muhim omillardan biri bu ishonch qurish. Ya'ni birinchi taassurotni siz birinchi 7 soniyada ko'rsata olasiz. Shuning uchun birinchi mana shu o'z mahsulotingizni prezentatsiya qilganingizda mijozda o'sha taassurotni ko'rsatishingiz va eng muhimi o'sha mijoz his qilishi, ya'ni meni tushunishyapti, eshitishyapti, meni ehtiyojlarimni e'tiborga olishyapti va meni his qilishyapti degan his tuyg'u unda paydo bo'lishi juda ham muhim. Shunda sizning mijozingizda ham ishonch, ham qadr, ham samimiyatlik uyg'onishi boshlaydi. VIP mijozlar bilan muomalada yana bitta eng muhim omili bu nutq uslubi. Ya'ni siz qanchalik ishonch bilan, muloyimlik bilan va samimiylik bilan gapirishingiz. Agarda siz mijoz bilan gaplashayotganda yotib olib, telefonda qanaqadir bir energiyasiz gapiradigan bo'lsangiz, unda mijoz albatta sizni energiyangizni his qiladi va u sizdan o'sha mahsulotingizni yoki sizni xizmatingizni albatta sotib olmaydi. Shuning uchun sizga juda ham muhim o'sha nutqingizni joyiga qo'yib, ishonch bilan turgan holatda dadil gapirishingiz kerak bo'ladi. Shunda mijoz sizni his qilgan holatda u ham ishonch hosil qiladi va unda sotib olish xohishi paydo bo'lishi mumkin. Juda ham qisqa va aniq javob berishingiz kerak bo'ladi.
da bu yerda e'tiborli gaplar bo'lishi kerak yoki bo'lmasam siz uchun maxsus, sizni qulayligingiz uchun degan gaplarni ishlatsangiz, shunda mijoz ham sizdan mana shu gaplaringizni qanchalik e'tiborliligini his qilib sizdan sotib olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi esa azizlar, sizlarga uyga vazifani topshiriq qilib beraman. Bu yerda siz juftlikda ishlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bitta partnyor agarda VIP klient rolini o'ynaydigan bo'lsa, ikkinchi partnyor aynan o'sha sotuvchi rolini o'ynab, shu yerda bir-biringlar bilan shu VIP klient bilan muhokama qilib sotish o'yinini o'ynab ko'rishingiz kerak bo'ladi va keyin bir-biringlar bilan almashib muhokama qilishinglar juda ham muhim. Qaysi gaplaringiz, qaysi sizni bilmadim jestlaringizmi, ishonchingizmi bormidi yoki yo'qmidi, nima ishladi, nima ishlamadi, shuni muhokama qilib o'zingizda mana shu sotuvchi yoki xaridor rolida yana ham ko'proq anglashingiz mumkin bo'ladi. Demak, azizlar, bugungi darsimizdan xulosa shundan iboratki, VIP klientlar bilan munosabat bu san'at hisoblanadi. Ya'ni bu qanchalik sizni o'sha mahoratingiz, sotish mahoratingizda qanchalik kuchli ekanligi yoki yo'q. Undan tashqari uni ehtiyojini his qilish bu sizni ustunligingiz. Ya'ni siz bu yerda o'z mana shu qadr qimmatingiz bilan, o'z mahoratingiz bilan bu yerda o'zingizni sotuvchi sifatida ko'rsatib berishingiz mumkin. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlar uchun juda ham bir samarali va saboqli dars bo'ldi. Va keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.